ogiz qurib qoladi, siydik chiqarish kamayib ketadi. Nima qilish kerak? Har kuni 1-5-2 litr toza suv iching. Gazlangan shirin ichimliklar va ko'p kofeni cheklang. Ikkinchi omil, ortiqcha tuz va shakar. Tuz bu pochkalarning eng katta dushmani. Juda ko'p tuz iste'mol qilsangiz, ular ortiqcha natriy chiqarish uchun qattiq ishlaydi. Natijada suyuqlik tanada qolib ketadi, shish paydo bo'ladi va qon bosimi ko'tariladi. Shakar va turli tayyor ovqatlar, fast food, yarim tayyor mahsulotlar esa yallig'lanishni kuchaytiradi va qandli diabet xavfini oshiradi. Aynan diabet esa bugungi kunda buyrak yetishmovchiligining asosiy sabablaridan biridir. Cheklovlar: kuniga tuzni 5 grammdan, taxminan 1 choy qoshiq oshirmang. Shirinlik va qadoqlangan ovqatlarni kamaytiring. Nimalarni ko'proq iste'mol qiling? Sabzavotlar, rezavor mevalar, yong'oqlar, donli mahsulotlar. Yallig'lanishga qarshi kuchli tabiiy yordamchi, kurkumani